Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kuzatib boruvchilar, hurmatli obunachilar. Bu videomiz YouTube'dagi birinchi videomiz bo'ladi, ya'ni YouTube'ga qo'ygan birinchi qadamimiz bo'ladi. Shuning uchun videoga maksimal like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishlik esingizdan chiqmasin. Xo'p, bugungi videomizning mavzusi, bannerde ko'rganingizdek, bugungi videomizning mavzusi avtokreditga avtomashina xarid qilayotganda ushbu 3 holatda ehtiyot bo'lishlik haqida. Xo'p, bir boshidan boshlaymiz. Birinchi holatimizga kelib to'xtaladigan bo'lsak, birinchi holatimiz, hurmatli obunachilarimiz, bu holatni juda ham ko'p joylarda ko'ryapman. Instagramda, даже hayotda ham juda ham ko'p joyda e'tibor beryapman. 0% avtokredit bilan bizga umuman boshlang'ich to'lov qilmasdan mashina xarid qiling yokida hozir oling, keyingi oydan to'lov qiling degan kabi gaplar. mm, Ko'p mana shu narsalarga e'tibor beryapman. Вот именно mana shu holatlarda ehtiyot bo'lishligingizni so'raymiz. Sababi, ya'ni bu holat bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Agarda siz boshlang'ich to'lov qilmaydigan bo'lsangiz, bank risk qilishni boshlaydi, oylik to'lovlaringizni oshirishni boshlaydi. Ya'ni qanday? Agarda siz 20% boshlang'ich to'lov qiladigan bo'lsangiz, mm, 20% boshlang'ich to'lov qilgan holatingizda sizda oyma-oy to'lab boradigan summangiz 3 million so'm bo'ladigan bo'lsa, 0% boshlang'ich to'lov qiladigan bo'lsangiz esa 5 million so'mgacha oshishi mumkin. Va siz boshlang'ich to'lov qilmaganligingiz sababli foiz stavkalari ham 20% lik avtokredit deylik misol uchun, siz boshlang'ich to'lov qilmaganligingiz sababli 25% lik bo'lishligi mumkin. Mana shu holatlarda yaxshilab e'tibor berishligingizni so'rayman. Iloji boricha boshlang'ich to'lovga pul yig'ib, boshlang'ich to'lov qilib mashina xarid qilishligingizni ham so'rayman. Yana bitta narsani shu yerda ta'kidlab o'tishim joiz. Ya'ni agarda siz boshlang'ich to'lov qilmasdan olsangiz avtomashinani qo'shimcha 2 million so'm o'zingizni, farzandlaringizni, oilangizni rizqidan qiyib bankka olib borib berishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, ikkinchi holatimizga kelib to'xtalamiz. Oyiga $140 to'lab, atiga $140 to'lab bizdan mashina xarid qilishingiz mumkin deb ko'p joylarda ko'ryapman ushbu narsani ham, ushbu holatni ham. Bu holatga ham o'zim fikrimni bildirib o'taman va sizlarga maslahatimni aytib o'taman. $140 to'g'ri, maydaroq summa bo'lishligi mumkin. Siz atigi $140 deganda siz o'zingiz fikrlashingiz, tafakkur qilishingiz mumkin. Ya'ni $140 nima? Даже chiqib taksi qilsam ham 10 kun, 15 kun ichida borib kreditimni bemalol yopsam bo'ladi. To'g'ri, ko'chaga chiqib taksi qilsangiz ham bu pulni to'lashingiz mumkin. Lekin bu yoqda hamma aynan o'sha $140 ga e'tibor berib, uning ortidagi narsaga e'tibor bermaydi. Ya'ni umumiy muddat va umumiy srok, ya'ni umumiy muddat va umumiy vaqt, pulga e'tibor bermaydi. Uzr, adashib ketdim. Umumiy summaga e'tibor berishmaydi. Deylik, siz $140 dan avtomashinani xarid qildingiz. Ya'ni $140 bo'lganligi uchun srok juda ham katta. 84 oy deylik. Endi 84 oy davomida $140 dan to'lasangiz, примерно $1,5 ming 11,5 ming balandroq bo'ladi. $12,000 ga bormasligi mumkin. Lekin xuddi mana o'sha avtomashinaning narxi ko'chada, boshqa joylarda atiga $8,5 ming $9,000 turibdi deylik. Siz bu holatda o'zingizni, farzandlaringizni oilasidan rizqidan qisib, yo'q joydan $2,5 ming $3,000 bankka olib borib to'lab kelyapsiz. Menimcha bu holat yaxshi holat emas. Shuning uchun avtomashina xarid qilayotganda ushbu holatlarga yaxshilab e'tiborli bo'ling. Iloji boricha o'zingizni yoningizdan, cho'ntagingizdan qo'shimcha pulni bankka to'lamaslik uchun. Uchinchi holatimizga keladigan bo'lsak, ushbu holatda juda ham ehtiyotkorlik talab qilinadi va juda ham e'tiborli bo'lish talab qilinadi. Ya'ni ushbu mavzuga diniy taraflama qarashligimiz. Bizning dinimizda, islom dinida foiz va riboga ishlashlik joiz emas va ushbu holat ko'plab tolib ilmlarimiz tomonidan qoralanadi. Shuning uchun har taraflama o'ylab, diniy taraflama ham o'ylab qaror qabul qilsangiz, inshaalloh siz uchun manfaatli bo'ladi. Yana bir nimani aytib o'tmoqchiman. Yaqinda eshitib qoldim bir holat haqida. Bir akamiz aytib beryaptilarki, avtomashinani avtokreditga xarid qildim deyapti. Va to'lash vaqtim, ya'ni bankka borib kredit to'lash vaqti keldi, lekin mazam bo'lmadi. 2 kun, 3 kun kechiktirib qo'ydim to'lovni. Borsam уже mening pulimga ustiga pul qo'shilgan, ya'ni penya qo'shilgan. Nimaga unday bo'lyapti? Axir 1 oy, 2 oy, 3 oylab pul to'lamasdan yurganligim yo'q. Atiga 3 kun, ya'ni uncha ko'p emas. 3 kun ham deyishmadi adashmasam, 2 kunlar deyishdi. Keyin ko'p muddat emas, katta srok emas deyishdi. Shartnomada shunaqangi joyi bor ekanki,
to'lov kuni bir kun kechiktirilsa ham uning ustiga penya, ya'ni foiz minadi degan joyi bor ekan. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam, xuddi shunday avtokreditga avtomashina xarid qilayotganda o'sha shartnomani o'qib chiqishligingizni tavsiya qilaman. Uning sababi esa 5 minut vaqtingizni ajratmasdan xarid qilib qo'ysangiz, ertaga kissangizdan qanchadir pulni, oilangizni rizqini borib bankka berishligingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun yaxshilab e'tiborli bo'lib, qo'l qo'yishingizdan oldin shartnomani o'qib chiqishligingizni tavsiya qilaman. Men bu videom bilan hech kimni hech nimaga targ'ib qilmoqchi emasman. Hammaning o'zining fikri, hammaning o'zining aqli bor. Shuning uchun meni gaplarimni xulosa qilsangiz ham bo'ladi. Har taraflama qarab, har taraflama ehtiyotkorlik bilan avtomashina xarid qilishingizni so'rayman. Iloji boricha men tavsiya qiladigan narsam, o'sha bankka 5 yil, 6 yil mobaynida berib boradigan pulingizni o'zingiz uyda yig'ib borsangiz, ortiqcha bankka $4000-5000 pul bermasdan mashinani ustiga naqd pulga undanda arzonroq narxga avtomashina xarid qilishligingiz mumkin. Shuning uchun har taraflama o'ylab ish qilishligingizni so'rayman. Biz uchun ajratgan vaqtingizga rahmat, rozi bo'ling. Videoga layk bosib, yaqinlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Yana bitta narsa, обязательно подписка va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan keyingi chiqadigan videolarimiz ham inshaalloh siz uchun manfaatli bo'ladi. Videoga layk bosib, yaqinlarga ulashib qo'yamiz. Biz uchun ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling.